Ana o'rta $150 PUBG'da 120 FPS ochadigan model yo'qdimi deng? Серьезный. Endi obzor qil mana подписчиklaringga. GT30 игровой smartfonlarining orasida byudjetli segment smartfonlarini eng kuchligi. Aynan katta o'yinlar uchun ishlab chiqarilgan bu smartfonni chetlarda hattoki sensorli triggerlar mavjud. Bu sizga o'yin o'ynaganingizda ancha qulaylik beradi. Smartfon hattoki har qanaqa programmani ham qotmasdan ko'tarib beradi. AnTuTu programmasida 1,5 millionga yaqin ball to'plagan Dimensity'dan kuchli protsessor, 16 GB operativ xotira va 256 GB ichki xotiraga ega. Smartfonga 144 Hz AMOLED displey o'rnatilgan va sun'iy intellekt orqali orqa panellari yonadi. Aynan shu model PUBG Mobile o'yinida 90 FPS dan 120 FPS tiniqligigacha ochib beradi. Bu model faqat o'yin uchun deb o'ylamang. Bu smartfonning kamerasi shunchalik go'zallik yarata oladiki, o'zingiz ko'rib baho bering. To'g'ri, bu model PUBG da 120 emas, 90 FPS ochib beradi. Narxi ham $150 emas. Lekin bu smartfon o'zini narxiga ancha top model hisoblanadi. Telefonning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring.